kanalimiz kuzatuvchilari. Xo'sh, bugun siz bilan 11 ga bo'linishning oson yo'llarini o'rganib chiqamiz. Ya'ni 3 xonali sonni 11 ga bo'lishning oson yo'lini o'rganib chiqamiz. Xo'sh, qanday qilib bo'lamiz? Masalan, 253 soni bor. 253 sonni 11 ga bo'lishimiz kerak. 253 sonni 11 ga qanday qilib bo'lamiz? Xo'sh, bizda ikki raqam, mana bu raqam, ya'ni yuzlar xonasida turgan raqam, ikkinchi raqamdan, ya'ni 5 dan kichkina. Shunday bo'ladigan bo'lsa, biz mana bu 5 ni o'chirib tashlaymiz va 253 ni 11 ga bo'lganimizda 23 qolar ekan. Xo'sh, yana xuddi shunga o'xshagan savol 176 bo'lsa, 176 ni 11 ga qanday qilib bo'lamiz? Birinchi bu raqamimizdan kichkina bo'lgani uchun, birinchi turgan raqamimiz kichkina bo'lganligi uchun buni o'chirib tashlaymiz. 176 ni 11 ga bo'ladigan bo'lsak, demak bizda 16 javob qolar ekan. 121 hamma biladi, 121 ni 11 ga bo'lsak 11 qoladi. Demak, uni tekshirib ko'ramiz. Demak, bizda birinchi turgan bu raqamimiz, bu raqamdan kichkina bo'lganligi uchun buni o'chirib tashlaymiz va javobi 11 ga teng bo'lar ekan. 242 sonni 11 ga bo'lmoqchimiz. Xo'sh, qanday qilib bo'lamiz? Bizda mana bu turgan raqam 4, bundan kichkina bo'lganligi uchun uni o'chirib tashlaymiz, javobi 22 bo'ladi. Agar bu 3 xonali sonda birinchi turgan raqam ikkinchisidan katta bo'lsa, ya'ni yuqoridagi holatda emas, bu turgan raqam bundan katta bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Baribir buni o'chirib tashlaymiz va 56 emas, bundan birini ayiramiz, bundan 5 dan birini ayiramiz, demak 4 qoladi. Javobimiz 46 bo'lar ekan. Demak, bu holat ham xuddi shunga to'g'ri keladi. Demak, 6 raqami birdan katta. 6 raqam birdan katta bo'ladigan bo'lsa, buni o'chirib tashlaymiz. Demak, 66 emas, navorat bundan bittani ayiramiz va javobimizni 56 deb yozamiz. 847 ni 11 ga bo'lishimiz kerak. Xo'sh, qanday qilib bo'lamiz? 4 bu ikkinchi turgan raqam bundan kichkina bo'lganligi uchun yoki birinchi turgan raqam ikkinchisidan katta bo'lganligi uchun buni o'chirib tashlab, bundan birini ayirib, demak 77 yozar ekanmiz. Bu ham xuddi shu holatga mos keladi. Birini o'chirib tashlaymiz, bundan birini ayiramiz, birini ayiradigan bo'lsak 6 qoladi. Demak, javobimiz 65 ga teng bo'lar ekan. Sizga xuddi mana shunaqangi misollarning oson yechilish yo'llari yoki qiziqarli misollarning isbotlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.